Akalar, mana shu mashinani egalari zarariga bo'lsa ham berib yuboraman deyapti. Mashinamiz hozir orqa qismidan ko'rsatib ketaman. Mana knopkasi bilan ochilar ekan, bitta bossak ochilar ekan. Metallari bor. 2020-yil qo'yilgan ekan metallar. Bu Malibu 1 ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Kraskalari 20% atrofida bor ekan. Baribir olayotganingizda bemalol tekshirib olaverasiz. Suyagi butun, mana bu karniz past bo'lgani uchun tekkan, mana shu karnizda kraska bor ekan. Keyin eshigida, orqa eshikda petnolari bor ekan. 4 ta balonimiz yangi, yumshoq balon qo'yib qo'ygan. Mashinamizda hamma narsalar ishlaydi deyapti. Bemalol kelib tekshirib olaveramiz. Motorlarda ishi yo'q ekan. Keyin bu mashinamizga to'liq Mers ходовойlar qo'yilgan. Bilasizlar, Mers ходовой qo'ygandan keyin mashinamiz zo'r holatga keladi. Ya'ni yamadan o'ylanmaysiz, bosib ketaveramiz. Salon qismini ham ko'rsatib boraman. Lyukimiz bor, mexanika bo'ladi. Lyukimiz bor, mana lyuk akalar. Lekin mashinani 2013-yilda ishlab chiqarilgan deb o'ylamaysiz. Juda yaxshi holatda saqlangan. 2,5 kurib yurgan. Salonlari lekin juda zo'r holatda turibdi. Kelib bemalol ko'raveramiz. Narxi 112 million so'm. Yana savdolashadigan joyi bor. G'allaroldi mashinasi bemalol narx-navosini savdolashib olaversak bo'ladi. 1 yilgacha generalniy доверенность ham beradi ekan.